Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Ustanat Qurilish bank hamkorligida Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumani Adibiyot avul fuqarolar yig'inida 3091, 3093, 3098, 3099 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerning yer maydoni 10 gektar, 10 gektarning hammasiga qovun ekilgan. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Zarur agrotexnik tadbirlar amalga oshirilib, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 10 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklari uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor O'tkirbek Qo'ng'irot maslahat cheklangan jamiyat biriktirilgan. Loyiha bo'yicha har bir gektar maydondan 22 tonna, jami 220 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda yana 10 gektar yer maydonini kengaytirish niyatidamiz. Maqsadimiz nafaqat o'zimiz, balki butun jamiyat uchun foydali bo'lish. Loyiha bo'yicha har bir gektar maydondan 22 tonna, jami 220 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda yana 10 gektar ekin maydonini kengaytirish niyatidamiz. Maqsadimiz nafaqat o'zimiz, balki butun jamiyat uchun foydali bo'lishdir.